Xitay arxiv to'rida yaqında Xitay doiralarining rayondagi Uyg'ur ayollarga partiyani söyish, vatanni söyish, oilani söyish tarbiyasi ilib berish orqali ularni oshqunlikdan ozod qilish nomida atalmish zamonaviy madaniyat elchilari yetishtirish to'lqinini keng ko'lamda ilib berilayotganligi sharhlangan bir parcha maqola e'lon qilingan. Abdur bu vaqtdagi qarshida Uyg'ur ayollarga yurgizayotgan bu xildagi tadbir siyosatlarning mohiyatda Xitoy hukumatining rayondagi Uyg'urlarning Uyg'ur kimligini yo'qitishining bir qismi ekanligini ilgari surgan. Beijing yemaklik harakati yemaklik orqali Uyg'ur kimligini yo'qotish sarlavhasi bilan e'lon qilingan mazkur maqolaning avtori Amerikadagi Rosxolman texnologiya institutining dotsenti Timothy Gross bo'lib, u Uyg'ur vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan tadqiqotchilarning biridir. Timothy Gross Xitoy doiralarining xalq orasiga kirish, xalq turmushiga naf yetkazish va xalq qalbini mujassamlash faoliyati haqidagi e'lon qilingan doklad va Xitoy taratqulardagi bir qism materiallarga asosan Xitoy hukumatining Uyg'ur elining yez kentlarida Uyg'urlar qarta qanot yaydirlayotgan atalmish bir turkum zamonaviy madaniyat elchilari yetishtirish to'lqin to'g'riliq o'z fikrini o'ttirib qo'ygan. U Xitoy doiralari e'lon qilgan Uyg'ur yemaklari va madaniyatini o'zgartishni o'z ichiga olgan mazmundagi maqoladan misol ilib mundaq yozgan. Dokladda Uyg'ur an'anaviy yemakliklarning ba'zi rayonlardagi Xitoy to'pig'i bo'lgan foydasiz taraflari tilga ilinish orqali Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur madaniyatiga tutgan pozitsiyasidan bishorat berganligi ko'rsatilgan. Ular Uyg'urlarning turmushining nurg'un taraflarini qaloq deb qaraydi. Shunlashqa ular Uyg'ur madaniyatining ifodalanish shaklini Uyg'urlarga angliq va tahdidsiz holda qaytadan shakllantirishga urinadi. Xitoy hukumati tozalik, zamonaviylik va normallikning o'lchami sifatida ularning rasmiy e'tirof qilingan bir yurish xan uslubidagi Xitoycha tamlik taom yemakliklarini tashviq qiladi. Halbuki bu yemaklik masalasida ular doim yerlik rayondagi ayollarni vosita qilish orqali bu o'lchamni ijro qiladi. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim bu haqda inkos qaytardi. U so'zida Xitoyning Uyg'urlar qaratgan kishilik huquq dafsanchiliklarda Uyg'ur ayollarining sistemalik va qaratmalik holda ziyonkashlik uchrayotganligini eskartdi. Uyg'ur madaniyatida bu Uyg'urlarning oila boshqarish, oila tutish, madaniyatni davom qilishida Uyg'ur ayollari asosiy rol o'ynaydi. Masalan, Uyg'ur madaniyatini davomlashtirishga Uyg'ur millatining milliy kimligi va milliy ajdodlarini yetishtirgan shu yana Uyg'ur ayollari. Bizning vatanimizda Uyg'ur xalqining Uyg'ur qonunining mavjud bo'lishi, Uyg'ur axloqining mavjud bo'lib turishi, Uyg'ur madaniyatining, Uyg'ur asoratlarining hamma narsaning mavjud bo'lishida ayollarning o'rni eng muhim o'rinda turdi. Shunda bo'lganligi uchun bu ayollarni Xitoyning qo'llanishi bu bir strategiyalik ham ajallik bir zarba. Chunki bu mustahkam bir bazani yo'qotsa, ayollarni yo'qsa, ayollarning rolini, ayollarning iqtidorini, ayollarni xitoylashtirib olsa, bu bir millatni xitoy qilmoq oson. Mundaqcha qavmga bu qo'sh eksploatatsiya. Biri bizning madaniyatimizni o'zimizda tortilib uni o'zidan qilish, bizda bor bo'lgan isirlik, bizda bor bo'lgan aql idrok, bizda bor bo'lgan go'zallik, bizda bor bo'lgan uyg'urlikni bilib bulmoqchi. Mana bu talant-taraj, mana shu eng ashaddiy qirg'inchilikning bir simvoli bu. Timothy Gross mazkur maqolasida yana munolarni o'ttirib qo'ygan. Moda kiyim-kechak faoliyatlarini uyushtirishdan tortib, qonunsiz diniy faoliyatlar to'g'risidagi leksiya so'zlashgacha Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi Xitoy ayollar birlashmasi bu turdagi harakat faoliyatlarini qanot yaydirishga yordam bergan. Demakki, barliq Xitoy ayollar birlashmasi o'ynagan asosli rol partiyaning logikasini aks ettirdi. Ya'ni muqim bo'lgan Xinjiangni barpo qilish uchun ozod qilingan ayollarning bo'lishi talab qilinadi. Chunki Xitoy hukumati ularni qaloq va oshqun yerlik madaniyatdan qutuldirish kerak deb qaraydi. Demokratik Xitoy fronti tashkilotining muavin raisi, Manjuriyani asli keltirish harakatining maslahatchisi, Kanadadagi siyosiy analizchi Shingshu xonim radiomizning ziyoratini qabul qilib, bu haqdagi fikrlarini bayon qildi.
他对女性下手又特别的恐怖，因为我们都知道女性在家庭当中 Xitoy Kompartiyasining ayollarga qilgan hujumi bak qo'rqinchli. Chunki hammamiz oilada ayollarning muhim rol o'ynaydiganligini bilamiz. Shunga ular oldi bilan ayollarni zo'rlab, tarbiyalab o'zgartish, ondan shu orqali bolalarni, hatto erlarni mo o'zgartish orqali butkul oilaga ta'sir ko'rsatishni nishon qilgan. Amaliyotda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur ayollariga qaratilgan bu ziyonkashlik siyosati obyektiv qilib aytganda rayondagi ayollarni Xitoy Kompartiyasi tarafidan olib berilgan irqiy qirg'inchilikning quroliga aylantirishi bo'lib hisoblandi. 客观上就使得当地的这些女性成为中共实施恐怖的灭绝、种族灭绝的工具。 U yana Xitoyning Uyg'ur elida yaqinqi yillardan buyon ilib berayotgan ayollarni nishon qilgan bu turdagi siyosiy tadbir va bir qator faoliyat harakatlarning yana bir jihatdan oilalarni vayron qilish, shuningdek Uyg'ur jamiyatining ishga bog'lanishini buzish ekanligini eskartdi. U yana buning rayondagi Uyg'urlarni bostirish siyosadagi intayin rayimsiz qilmish ekanligini bildirdi. 他通过对维吾尔妇女进行这种表面上看起来的是一种教育，是 Xitoy hukumati Uyg'ur ayollariga olib berayotgan atalmish zamonaviylashgan madaniyatlik ayollarni tarbiyalash nomidagi bir yurish faoliyatlari qarmoqqa bir xil tarbiya ma'rif, hatto ularning safosini yuqori ko'tarish uchun da ko'rinsimi, mayatda u bir xil o'zgartish olib berishdir. Ular bu orqali Uyg'ur oilalarida o'zaro bir-birini cheklaydigan, nazorat qiladigan, qarshi turadigan, hatto to'qinishib qoladigan kichik oila muhitini shakllantirmoqchi. Bu amaliyotda har bir oilani bir-biriga qarshi kichik jang maydoniga aylantirdi. Shunga Xitoy Kompartiyasi hozir o'zining yumshoq va zo'ravon usullarini o'zaro birlashtirib, rayondagi xitoylashtirish siyosatini umumlashtiryotdi. Halbuki mayatda u insonparvarlik va insoniyatga qarshi bo'lgan kommunizmga yetishning oxirgi maqsadiga yetmoqchi. 是全部的共产化，它是要完成它整个共产主义化的这样的一个终极的目标，就是非人性化、反人类化。 Zübeyra Şemsdin xanım ziyaret davamida Xitoy hukumatining rayonda Uyg'ur ayollarining oila va jamiyatga tutgan muhim roli va ta'sir kuchidan foydalanayotganligini tilga ilib, bu turdagi atalmish zamonaviy madaniyat elchilari tarbiyalash harakatining ilib keladigan oqibatlari haqida o'z qarshini ifodaladi. Xitoyning nazardagi bu zamonaviy bu xitoylashtirish, ya'ni Uyg'urni Xitoy qilish Uyg'urga nisbatan qirg'inchilikdan derak berdi. Uyg'urga nisbatan Uyg'ur kimligiga hujum qilish, Uyg'ur xalqini hamma narsadan ayirib, jismoniy jihatdan ko'rinishda Uyg'urdek, ammo asli tibbiy jihatdan butun hamma narsani xitoylashtirishdan derak berdi. Bu tajovuzchilik bizning hayotimizning har bir elementida qartilgan tajovuzchilik, eng muhimi bizning oila birligimizga qarshi turgan tajovuzchilik, oilamizning ichiga kirgan tajovuzchilik bo'lgandan bu Uyg'ur hayotiga, Uyg'ur kimligini saqlab qolishga, Uyg'ur madaniyatini davomlashtirishga, urf-odatlarni davomlashtirishga ajallik ta'sir ko'rsatadi. Agar buni biz uyqumizni ochmasak, sezgir bo'lmasak, bu bir qo'rqinchli qirg'inchilik. Növətdə mutaxassislər Xitoy hökumətinin Uyğur ayollarga tərbiyələş namida umumlaşdırıyatqan bir yürüyüş siyasi tədbirlərinin Uyğurlar qarta ilib beriyatqan mədəniyyət qırğınçılığının bir qismi ekanligini ta'kidlasa, yana bir tarafdan buning Uyğur cəmiyyətiga ilib keladigan yomon oqibatlari haqida andishlanmoqda. Programmani Shadiya tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat.